Qarshi olamiz, Shamshir apandi. Anlasam dadan tuyuqsiz o'lib ketibdi. Ko'nglim bak yerim bo'ldi. O yaxshi odam edi. Ko'nglingiz yerim bo'ldimi? Nimaga undaq bo'lasiz? Dadam o'lib ketdi. Bu odatdagi ish. Yashagan ekan, o'lim bo'ladi. Ha, o'ltiring. Sen ba'zining tuzumini yuqori ko'taribsan. Hatto soqchilam paqas bo'ladigan. Ular meni maqtiryotdi, hatto o'zimning ba'zisidimi shu. Undaq demang, Shamshir apandi. Men kelganda ular meni maqtirdi. Ba'ziga kelsak, u yanali sizga tava. Biroq siz ketganda ba'zining hamma yeri tashkilot mening bo'ladi. Diqqat bilan anglayapman. Davomlashtir. Bugundan boshlab 20% payda menga tava bo'ladi. Dadamning 20 yillik sadoqat uchun bularni menga berishingiz kerak. Agar rad qilsam-chi? Ondaqda men 100 million Amerika dollariga ziyon solaman. Sizning hamma yerlarga qurol yaroq taqitidiganingizni menmi bilaman. Kim qonunli qildi? Kim qonunsiz qildi? Agar men bu xabarni oshkorlab etadigan bo'lsam, o'ylab beqing. 100 million Amerika dollarlik sodingiz yo'q bo'ladi. Bu meni o'lim yo'liga qistig'ining ballo. Men oshirvasam ham sening oshko'zliking bilan tijoratim to'xtasam bo'lmaydi. Yar o'quv xitini menga bergin, qo'l qo'yay. Chiroyli qalamka. Per Kroven, 120 ming. Yoqtirdingmi? Albatta. Sana beray. Shankar apandi, sizni buncha o'ng'ay qoyil qiladiganimni o'ylamabdiman. Sizni ochiqlab ketamdikin deb, o'zimning usuli orqali qoyil qilay deb o'ylabdikanman. Biroq tezli ma'qul bo'ldingiz. Akam menga har qanday ishda avval muloyim bo'lish kerak degan. Shunga men avval qaror qilib, ondan ochiqlanaman. Bakla ochig'im keladi. Yurtim Handiyodning bir gapi bor. Shir o'g'lisa avval uning qo'rsqini to'yg'izadi. Ondan toz qarog'a uning ichini tozlatib, ishib qolgan tomoqlarni qurtqa berdi. Mening nazarimda sen qurtchilikmi emas. Shankarsing, sen ochiqingni basalaysan, biroq men unda qilolmayman. Qurol omig'ingni unutib qolmagin. Xotirjam qaytqing bormi yo'q? O'zingni besib ol. Qo'lingdagi qurolingni men yasagan. Xotirjam qaytishimga kelsak, balkim sen mening odatiy ish qilganda xatardan saqlanadiganligimni bilmasliging mumkin. O qalamga chiqilma. Bu 20 minglik qalamga 20 gramlik yor yelim o'rnatilgan. Portlatqich mening qo'limda. Odamlaringda ovozini bo'sh chiqarib qolgancha harakat qilmasin. Agar buni besivassam, yurkaning portlab ketishidan hazar ayla. Bu hammasi tugaydi. Men sana bu odamning tishiga tegma deb eskartgan bollo. U odam bek xatarlik. O'tinib qolay, tez amal qilgan. Yaxshimsiz apandim. Sayres. Ba'zi sening bo'ldi. Rahmat apandi. Telefonni balvenderga ba. Voy, Sana bir gapni deb qo'yishni unutib qoptiman ballo. Sodimiz bekor bo'ldi.
Bu yoq bo'lsa Shankar Singh. U Island orlidagi hammadan cho'ng qoral yaroq zavodini boshqardi. 25 yil burun u qonunning sirtida qoral yasab, yurtidagi Xandiyog'i seppagan. Biroq u o'zi uydagilar bilan oralga qochib kelib olgan. Bo'lmasa tutilib qoladi. U hozir bu yerda hammani kontrol qiladi. Bu yoq Rahondira Sinha, Rago deb ataladi. Shankar Singhning qo'g'dug'chisi ham sodiq odami. U sodiq, chechak, kamsiz. Bu yoq bo'lsa Rana Sinha, Shankar Singhning dushmani. Intayin xatarlik. Sanjana, Shankar Singhning birdan-bir qizi. Tanharkat ishlarini yaxshi ko'rdi. 3 xil turdagi mashqni o'rgangan. Uning harakati chaqqon, intayin sezgur. U yuraklik, aqlliq ham shuhratparast. Bu yoq bo'lsa Sanjananing qo'shkizak inisi Surajsi. Uning ochig'i mashinaning suratidan tez keladi. Bu dal uning badxajlik qilishidagi asosli sabab. Uning alohidaligi avval harakat qilib, ondan fikr qiladi. Bu yoq bo'lsa yosh Sing jamoatidagi avorchiliklarni tugatguchi. Iskandar Singhning do'sti, qo'g'dug'chisi. Uning gapi oz, faqat harakatli qiladi. U sodiq, umoq, hatto jinini pido qila oladi. Bu yoq Iskandar Singh, Shankar Singhning o'gay o'g'li. Suraj bilan Sanjananing o'gay akasi. U Bejonda uzun yil turgan. Shankar Singhning qasila uyda hammadan huquqchon odam dal Iskandar Singh. Singh jamoatini oddiy qilib tanishtirib o'tdim. Hammani bilib bo'ldingiz. Musobaqa boshlandi. Vay. Sizningki. Nishonni bayqadim. Yaxshi, bu qitim uni cho'qim ujiqtirib. Yaxshi. Ha, ansirmagan. Mal cho'qim vaqtida boradi. Rago, avorchilik boshlandi. Rana'nın kolası dikilirken. To'xta, tez bo'l. Tez bo'l, Rago.
Yaqinroq hayda. Solga, solga, solga. Lan avatdi bu, ha? Shundoq bu. Rag'u apandi, nima bo'ldi? Birsi dadani qasdlamoqchi bo'lyotdi. Nima? Dadam qanaqroq? Ansirma. U bexatar. Doktorlarmi keldi? Taliga o'q faqat bilikini surib o'tib ketibdi. Bu ishni kim qildi? Ra'nodan boshqa yana kim bo'ladi? Bundaqda Ra'no degan ablah tugashdi. So'rash nima deydi? Bak ochiq keldi. U Ra'noning iskeletiga berishi mumkin. O soltak bakla aldirango. Cho'qim Sanjana bilan birga bordi. Beranglar. İskenderning nadligini tepanglar. Iskandarga xabar qildik.
Men avarchilik uchirganda yordamchiga muhtoj. Bu mening hammadan e'tiborli narsam. Shundaqla mening talay bo'yimim. Hozir sening bo'ldi. Rasma? Rahmat. Bak chiroyli ekan. Saqlab qo'ygan. Jalibkor tag'a. Azroq hasad qilyapsiz-ku deyman. O bakrak hasad qilyotdi. Hasad qilmadan xush bo'lyapman. Oxir sana buning tava bo'g'inni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Rahmat. Rago. So'raj bilan Sanjana kutubxonamga kirsin. Sen berib qarab baqqan. Advokatning ishi qandoq bo'pti? Qarshi olaman, advokat do'stim. Qarshi olaman. Yaxshimisiz apandi? Yaxshimisiz? Yarangiz ig'ir emasdi. Ozroq teri surilib ketdi. Hech gap emas. Uni toniy oldimi? Bizning o'yinning advokati Sherkant bormi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz apandi. Yaxshimisiz? Yura. Ishkanlar nega borsizlar? O alaytan ishkanlar uchun keldi. Qahvami choymi? Rahmat apandi. Qayna so'zlang advokat. Necha haftadan oldida 25 yoshga kirgan tug'ilgan kuninglarni tabrikladinglar. Men opanglarning vasiyatini ijro qilib keldim. Yaxshi-ku. Opanglar Sumatra Devi Island orolidagi mol-mulkini ikkiga bo'lgan. Opanglar Sumatra Devi 50% mol-mulkni Sikandarga bo'lgan. Bu necha yil burun uning nomiga o'tib bo'lgan. 50% mol-mulk bo'lsa, ishkinglarning nomiga yetkeldi. Hozir vasiyatnomani ijro qilaman. Biringlar 25% ni nega bo'lasizlar? Vasiyatnom bu yerda. Qo'l qo'yib o'tinglar bolalar. Ha, qani, bu yerga. Mushayagman. Shundoq. Muborak bo'lsin bolalarim. Sizlar mol-mulkning 50% ga ega bo'ldinglar. Bo'ldi apandim. Men qaytay. Xayr xo'sh. Rahmat apandim. Rahmat apandi. Xayr xo'sh. Xo'sh. Bu zodi qanday ish? Undaq emas-ku. Bizga 25% dan, uningga 50% bo'libdi. Shundaqmi dada? Apamma bizga xuddi sana o'xshash muomala qiladi ekan. Sening balang Sodiq kim? Bizmi yoki umi? Sizlar. Umi shu. Iskandar o'gay bo'lsa-mu, sizlarning o'z akanglarga o'xshaydi. Bu zodi qanday ish dada? Tushunmadim-ku. O akam ranchoda saning o'g'li. 27 yil burun biz kichik tipdagi qo'ral yarog' zavodini boshqardik. O yer Qandahoning Obod shahriga joylashgan. Bu qo'ral yarog' zavodidagi mollarni faqat Hindiston armiyasiga ta'minlaydi. Qandahor hukumatidagi Gajindera Patakning o'g'li Narandar uning uchun qonunsiz qo'ral yarog' bilan ta'minlashimizni talab qilib turib oldi. Men ilgari aytgan, hargiz qonunsiz ish qilmayman. Xo'sh, biroq akam uni rad qildi. Ey, Ular bizning dushmanimizga aylandi. kimga gap qilayotganingni bilamsan? Men bu yani ko'ydirib kul qilib o'taman. Jim tur. bo'ldi. Bu ish jamoatimizga cho'ng ziyon yeb keldi. Sematra o'g'li Iskandarni bak yaxshi ko'radi. U bakla ansirgan edi. Bir haftadan keyin biz molni tosh yo'ldan yo'tkadik. Biz o'zimiz mashina degan edik. Chunki Gajandarning mashinamizni bulaydiganlik xabarini bilgan edik. Shu vaqtda ularning qo'lostligilar bizdan qo'rishib oldi. Naq shu chaqda biz Gajandarning o'g'lini o'ldirib atdik. O'g'lining o'limi uni saron qilib qo'ygan edi. Shundan keyin Gajandar bizning jamoatni yo'qtiman deb qasam qildi. Tunji nishoni akam edi. Biroq akamning o'limi bizning adovatimizni yuyolmadi. Gajandar o'zining huquqi ham ta'sir kuchi orqali bizni terrorchilar qo'ral yarog' yetkazib berdi deb qorladi. Shuning bilan zavodimizni pechatlab atdi. Bizni boshqalar xoin deb o'ylab, hayotimiz tahdid ostida qoldi.
Men Rago bilan Iskandarni Beyjonga avatdim. Semetra ikkimiz Island orlig'iga keldik. Akam tijoratni kengaytirish uchun bu yerdagi bir kichik orolni setib olgan edi. Men tirishib ishlab, yana bir qurol-yarog' zavodi qurib chiqdim. Qoidaga asosan men Semetraning homiysi bo'lib, onun bilan to'y qildim. Bir yildan keyin ishkanlar tug'ildilar. Ishkanlar tug'ilgandan keyin Semetraning salomatligi nacharlashib ketdi. Uzun o'tmay, umi ketdi. Agar biz Gajandorning o'g'lini o'ltirmagan bo'lsak, izchil yurtimizda turgan bo'lardik. Biroq kafolat bermanki, ishkanlar ma'qul bo'lsanglar, biz hamon yurtimizga qayta olamiz. Qandaharga qayta olamiz. Yana bir qitim jamoatimizning egaligini tiklay olamiz. Ular ketdi. Hech nimani anglamadi. Ular cho'qim o'zgardi. Bozor qanday ishamdi? Nim bo'ldi? Hech nima. Opam avval 50% mol mulkni Iskandarga beribdi. Hozir dadam Qandaharga qaytmoqchi ekan. Kimning uyiga bag'isi bor ekan? O'zingni besib ol so'rach. Vasiyatnomani anglab, mening seningdanmi bekrak achchig'im keldi. Biroq men o'zimni besib olayman. Dadam doim Iskandarni maqtaganda bekla achchig'im keladi. Va'da berayki. Biroq men hech kimga to'ydirmayman. Agar sen bu masalani hal qilmoqchi bo'lsang, Iskandarga bizning nima o'ylayotganligimizni bildirmasliging kerak. Tushundingmi? Qila oladiganligingga ishonaman so'rach. Albatta qila olaman, acha. Yaxshi. Albatta. चलो और वहाँ बैठो ना और थोड़ा बात संदी से अपने ख्यालात को शेयर करो ना एक बार बेबी selfish होके अपने लिए जियो ना एक बार baby selfish होके अपने लिए जियो ना Vah. Qaltis aytdim. Rahmat. Ko'taraylik. Bak yaxshi aytding, bak yaxshi aytding. Ko'taraylik, birodar. Voy anam-ay. Nima bo'ldi? Biz mag'lub bo'lganda qilamiz. Nemishqa aka, bizning hamma narsamiz bor tursa. To'g'ri, bizning hamma narsamiz bor. Biroq ularda bor narsa bizda yo'q. Birodar. Hamma odamning loyiqi bo'ladi. Ularning hammasi muhabbatlashyotdi. Nomus qilsaq bo'g'idakchimi? Hammamiz emas. Faqat sizlar uchunlar. Ha? Nima? Demakchi bo'g'ini necha kunning oldida men bir qizni uchratdim. Keyin uni yaxshi ko'rib qoldim. Vau. U ziyofatga cho'qim qatnashqili keladi. Ish bitay dedi. Imzo qo'yish, puxta etish, o'tkazib berish, rastavataman. So'yish orqali. Xo'sh. Ketiraylik. Sen uchun xushal bo'layapman, birodar. Sen nima qilib bo'j parishon bo'lasan? Sening chiroyli loyig'ing yo'qmi? Burun bo'paqqan edi. Yana boshlandi. Yosh, men mijozimni o'zgartmasam bo'lmadi. Men uni qo'rqitib etdim. O mijozingdan emas. Chiroyingdan qo'rqib ketgan gap. Bu nima degani Iskandar aka? Bo'ldi qilfqam. Men ba. Mening acham ba. Ha? Bu yoqlar acha, ha? Men bilaman. Bega rastala ta'lim kamidi. Rastini desam, uchinglar hammadan qaltis.
ular ahmoqlarga o'xshaydi. Men qo'shilaman. Men yaxshi ko'rgan odamimni topsam, Udulli dadamni izlab, men muhabbatlashdim deyman. Andin to'y qilaman, balaliq bo'laman. Bu ishni qilmayman. Ko'tirayli. Ha, xo'sha. Xo'sh. Ko'tirayli. Ko'tirayli. Ha, ko'tirayli. Nim bo'ldi? Ha, degina. Bo'ladi. Hamma odamning ichidikini to'kis keladi. Men sizlarga tajribamni deb beray. Ay, to'xtanglar. Yetti. Bundaq vaqtda cho'qim musiqa chiqishi kerak. Ha, mana. Boshlig'im birodar. Başladım emsa. Men Beyjingdagi vaqtda shundoq chiroyli bir qizni uchratdim. Vah, nimandaq go'zal. Siz qayerda? Men saqliqli yarim soat bo'ldi. Nima? Aeroplanda qo'namdi ekansizlar? Xayr, xo'sh. Hindistonlik? Voy. Nima degan go'zal. Ehtiyot qil. O Hindistonlik ekan. Biz mo Hindistonliklarni yaxshi ko'ramiz. Omad tilayman. Ha, nima ichyapsiz, xonqiz? Kechiring. Sizni tanimdim. Yo'q. Hozirla bilib qolasiz. Rahmat, hojati yo'q. Ay, undaq qilmang. Sizlarga deb qo'yay. Mendan ner turinglar. Rostavotman. Meni tuzib qilmadi demanglar. Bo'lmasa qo'g'diq uchun chaqirman. Xonqiz, undaq qilmang deyapman. Nimanda qilmashim? Tegma. Qo'y yutish. Hay! Xayri xo'sh, qadrlikim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Tuz qilmang. Ay! Kechiring. Ikkimiz hozir tuyuqsiz uchrashib qoldikmi? Erlarning hammasi o'xshash. Tushuntirib qo'yay. Usolta kelib, sizni maqtagandi, biroq siz yoqtirmadingiz. Hindistonlik bo'lgandan keyin qutuldirib qo'ydim. Biroq bunimi yoqtirmadingiz? To'xtang. Azroq g'alitimi qanday? G'alita? Rostilla g'alita. Men tug'ilishimdimi shundaq? Men yoqtirman. Bo'lmasa, menga tug'ilgan yeringiz bilan tug'ilgan kuningizni deb bering. Buningdan boshqa yana qandaq maqsadim bor? Balam bo'lgandan keyin oldin ola saqlansam bo'ladi. Nimanda g'alita odamsiz? Rahmat. Bu xushamat emas. Rasmi? Men shunday g'alita. Xayr, xo'sh g'alita qiz. Ha? Yo'q. Keynimga tushdingizmi? Nada keyningizga tushiman. Men bu yoqdan keldim. O tera pichana मैं छोड़ूंगा सोनिए. Anlab turing. Bek ashirayotdingiz. Bo'lmasa qo'g'diq uchun chaqiraman. Men Sizmi bilasiz? Bundaq tasodifiy uchirish bo'lib turdi. Qo'sh hujurliq yotoq menga tava. Odatlik yotoq sizga tava. Ha? Shundaqmi? Men nimonchi bola to'ttayman. Bak to'tgansiz. Anglay olam degansiz? Undaq emas. Men sizning nima deyotganingizni faraz qila olmayman. Kechiring. Men bularni tushunaman. Mening ismim Iskandar. Iskandarsan. Mening ismim Jeshka. Tonishqinimdan qo'shalman Jeshka. Men Misha Iskandar.
नजरें सांसें मिले जब हम और तुम मिले पहले का भूल जाए अभी और फ्यूचर का सोचें Nobody knows what the future holds for us. Let's give it our best. Oh जाना 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 oh baby जब साथ होते हैं जब पास होते हैं रूबरू होते ही मेरी रूह तेरी रूह से कहे I found love I found love I found love I found it I found love I found love I found love I found it I found love I found love I found love I found it एक बार अच्छी हुई के खूबियों के पहले खामियां पता चली गजब की ये बात है गजब की खूबियों की बात खूब है पर खामियां भी हमें गई जब साथ होते हैं जब पास होते हैं रूबरू होते ही मेरी रूह तेरी रूह से कहे I found love I found love I found love I found it I found love I found love I found love I found it Voy anam-ay. Iskandar muhabbatlashibdi. Keyin qandaq bo'ldi? Keyin men necha kun saqladim. Keyin yana bir hafta saqladim. Keyin u yo'qolib ketdi. Hissiyotini tushundim aka. Men his qildim ukam. Men haqiqiy muhabbatni topdim. Seningmi tezroq tepishingni umid qilaman.
Barcho? Yaxshimisan do'stim? Sen qayerda? Yaxshimisan? Ma'mi yaxshi Shamshir. Mening boylar bu yerga kelishim, birodar. Nimaga telefon qilib yurisa o'g'ili kelmamsan? Men sen bilan ko'rishgili keldim. Biroq bu ish ozroq olaydi. Men-ku mehmonxonaning 1001-yotig'ini zakaz qilib qo'ydim. Chandami? 1001-yotig'i. Bir soatdan keyin men bilan ko'rishalamsan. Bakli jiddiy juma. Men sendan baldur boraman, xotirjam bo'l. Sen gul og'och boraman, ha? Bir leg'iz gap qilsang, hozirla boraman. Bo'ladi. Bir soatdan keyin ko'rishaylik. Shamshir! Bejivo! Ko'rishmagala 10 yil bo'pti, ha? Ozroqmi o'zgarmabsan? Shu peti turibsan. Hay, meni maqtavamay, o'zingning gaping kelayli. Qarg'ina chiroyingdan nur yig'ib turibdi deyman. Agar sen-chu Misra do'konda turgan bo'lsang, qizlar sen uchun asloshini yo'qotdi jumo, ha? Qarg'ina asloshini yo'qotdi. Yurtning gapini qilma. Ko'nglim yerim bo'ladi ekan. Nemish bor edi? Sen boshlig'im John Cervantesni bilasan-ku deyman, ha? Manilada 7 yulduzliq mehmon saroyi bor. Anlagan bo'g'ayding? Bilaman, rostla esil. Ha, u mehmon saroyining nima bo'lganini bilamsan. Hindistondagi yuqori qatlamdagi siyosiyon ham savdogarlar u mehmon saroyining doimli xaridori. Mehmon saroyining alohida bo'g'inidan emas, balki ishrat bo'g'inidan. Ishratxona? Ha, to'g'ri. Buni faqat ba'zi bir alohida a'zolar biladi. Bu yerda har xil har yangi mulozimatlar bor. Biroq bu siyosiyonlar Johnning har bir mehmonxonaga til kamera o'rnatib qo'yganligini bilmaydi. U ularning isbotlarining hammasini saqlab oldi. Bu maxfiyatlikni faqat John bilan malla bilamiz. Biroq nima ishkim bilmadim. Bu xabar oshkorlanib qopti. Shundaqla Rana bilib qoldi. Necha kun oldida John Island orlig'i sodlashqili keldi. Biroq Rananing qo'l ostidagilari uni tutqun qilyapti. Rananing qo'l ostidagilari uni qiynabdi. Ular qattiq deskining nadaligini bilmoqchi ekan. Bechora John asli deskining nadaligini dapamoqchi ekan. Biroq uning tuyuqsiz yurak kesili qo'zg'alib, shu yerda o'lib qopti. Uning kesili qo'zg'alib qolishi qattiq qiynalganlikdan bo'lgan bo'lishi mumkin. O o'libdimi? Shundaq. Videosi qayerda ekan? Video bu qattiq deskida. Agar bu deska bizga tava bo'lsa, nurg'unlagan mumkinchiliklar yuz berishi mumkin. Qani, qarab baqina. Hay, yash, buni ko'rdingmi? Dada, rastli ishongim kelmayotdi. Bu bir oltin kankan-ku, bir qattiq deskinada. Qattiq deska bankining 7003 nomerlik saqlash o'rnida quluploqliq. Sening qiladigan ishing qattiq deskini u yerdan o'g'irlab, ondan menga topshirib berish. Voh, bakli do'stlikka yaraydi ekansan. Baho qo'yishdan burunla banki bilan saqlash o'rnining nomerini davatding. Sen nima degan yaxshi? Buni bilaman. Biroq qattiq deskining maxfiy shiferga qo'g'dash nomeri o'rnatilgan. Maxfiy shiferni faqat men bilaman. Qandaq? Maxfiy shiferning taxtisi barmoq bilan besim sezgusini to'niydi. Shu maxfiy shiferni kirgizishdan burun mening hayot turishim intayin muhim. O'lib qolsam bo'lmaydi. Texmi yaxshi bo'ldi. Qadrliki. O'g'lim, baroj 1 million bilan 1 millionning nomsiz zoyimini olaman deydi. Biz cho'qim banki bilan qarzda deyishimiz kerak. Davlatlik jinoiy ishlar soqchisi Kanna o'rnimizda siyosiyonlarga tahdid soladi. 2 milliard pul, 1 milliardni naq, 1 milliardni nomsiz zoyim bileti bo'yicha olamdi ekan. Hammasi faqat bir qattiq diskga qarashlik bo'lib qopti. Ular tahdid selib o'tibdi. Jinoiy ishlar soqchisi Kannaning yordamida. Eliqi Razil Kandaning. Men bu savdoning maqsadini ham natijasini tushunmadim. Vaqtni isrof qilganlik bu. Rostl isrof qilganlik. Nima deyapsan? Vaqt isrof qilganlik. Vaqt isrof qilganlik deydi. Garchi sen Oxfordda o'qigan bo'lsang-mu, biroq kallang faqat ishlamaydi ekan. O maqsad bilan natijani bilmoqchi ekan. Men u 10 milliard talab qilsam-mu, mush yadagi hamma narsani setib o'tib bo'lsa-mu, uningga pul to'layman.
bizga bu yerda nima bor? Nima bu? Viski. Hech kim meni qo'llamaydi ekan. Hatto eng omroq o'g'limni qo'llamaydi ekan. Nima qaraysan? Ishini qil. 2 yoshlikni bo'yoq qilib kel. O'ltira. Mening maqsadim dadam bilan ikkimizning burunqi nom shuhratimizni qaytarib kelarisak deyman. Natijasi bo'lsa, shon shuhratimiz bilan yurtga qaytish, Qandarhaga izzat ikrom bilan qaytish. Mana bu dal maqsad bilan natija. Mening sana ishonchim bo'g'ashqa buni qabul qildim. Men sizga kapolat beray. Cho'qim jenimni tikib qo'yib, qattiq teskini ep beraman. Siz cho'qim Qandaharga izzat ikrom bilan ketsiz. Men uyni bak seg'andim, o'g'lim. Meni uyga opirib qo'ygan. Mening endi bundoq seg'inish azobi ichida o'tkim yo'q. They cost a stack. My whole fit don't know about that. Get low, jump on back. You can see the swag, feel the bad bitches in the pocket full of cash. Summertime really in a bikes through the air. Bularning hammasi siyosiy yo'llar. Ular bak echib ketibdi. Aysh ishrat uchun hammani qiladi ekan. Bizdek ofitserlar uning buyrug'ini anglaymiz efendi. Nomussizlar. Yana birisi. Ular barliq siyosiy yo'llarning nom shuhratiga dog' tekkizdi. Biroq cho'qim e'tirof qilishimiz kerak efendi. Bu qattiq tezga xuddi Island orolidan Hindiston uchib kelgan bombaga o'xshaydi. Bombani siz qo'yib berasiz. Ziyofatdan keyin Rago sizga ko'chirib berdi. Men sizga qandoq bir taraf qilishni deb beraman. 1 milliard? Bek jiq bo'lgan-ku. Bizga nisbatan buni aytib jiq bo'l. Go'yil apandi. Shundoq. Bu bek cho'ng sod ekan. Kechiring apandi. Har qanday odam bizning tijoratimizga aralashsa bo'lmaydi. Bu o'zimizga tava soda, sizning emas. Ozroq vaqt ketishi mumkin. Sen apandi cho'qim bu qarz uchun bir narsani go'raga qo'yish kerak. Go'raga. Bundan keyin seni hargiz ko'rib qolmay. Bildim. Kechiring apandi. Hey Jeshka. Keldingizmi? Ko'zimga ishonmay qoldim. Ishonchingizni yerda qo'ysam qanday bo'ladi? Endi meni tushundingiz. Men azaldan va'damga amal qilaman. Bu yoq bo'lsa mening qahramonim. Men uning qo'lida ishlayman. U mening qarindishimdaklar. Iskandarsan. Ay. Ko'rishganimdan xushalman. Iskandarsan. Ko'rishganimdan xushalman. Bu yoq Surach. Xo'jayinimning o'g'li. Yaxshimisiz? Ko'rishganimdan xushalman. Hay, ko'rishganimdan xushalman. Naqsh ayta olamsiz? Ozroq. Qandoq? Ular qo'shkezak. U o'gay akasi. Biroq bularning hammasi san jamoatidikilar. Yaxshimisiz? Sanjanasin. Yaxshimisiz? Ko'rishganimdan xushalman. Voy, bek chiroyli ekansiz. Shundoq. Sen uni nada uchirtib qolgan? Men ham bilgim kelyapti. Hasad qilyapsan? Shundoq. Bek xush bo'ldim. Kelinglar, haraq ichaylik. Ko'pchilik ko'tiraylik. Xayr, xo'sh qadrlikim. Mayli. Olga, sizni ko'rib nihoyat xushal bo'ldim. Sal turib telefon qilay, Ma'qul. Mashina avaylab hayda. Xayr, xo'sh. Sizni so'yman qo'zam. Xo'sh. Xo'sh.
İskender qaltiskan-ku. Avaylanglar. O soltak o'shini yo'qitibdi. U hatto haraqnimi ko'taramisa, Jishkaga qandoq taqabul tura oladi? To'g'ri aytding, acha. Cheshkaga qandoq taqabul tura oladi? Voy. Bekli xushal ko'rinasan-ku. Men ayt xushal acha, ammo natijasi chiqmadi. Ahdi deb beray, avval mang'ashtir. Ha. Qani, mang'ashtir acha, mang'ashtir. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, G'alit qiz? Nimishqa o'zingiz ishonmaydigan odam bilan ko'rishmoqchi bo'lasiz? Yana xafa bo'lib o'tamsiz? O, yaxshi odam. Yosh. Tanishqiningizga qanchalik bo'ldi? Bular ikkimiz o'tirsidagi ish. Siz bilan munosabatsiz. Sizning so'raydigan huquqingiz yo'q. Agar yoshning xo'jayinining siz ekanligingizni bilgan bo'lsam, bu yerga hargiz kelmaydim. Siz degan bir ablah. To'g'ri deysiz. Men rostla bir ablah. Men cho'ng xatolik o'tkazdim. Meni kechiring, Jeshka. Shu kundan keyin sizni izlay deb o'yladim. Ha, jiddiy bo'lmaydi. O'tinib qolay. Kechiring. Hammasi oxirlashdi. Jeshka. Akşam artıq açıqlanğanlığımni bilaman. Men bək xijil. Bular muhim emas, yosh. Meni avara qilmang. Meni tushuning, yosh. Jeshka. Ashqishni beram. Kichik boldek ish qilma. Siz cho'ng odamdek ish qildingizmi? Yosh, Jeshka. Nega borsizlar? Ish yerga. Men emas. U bordi. Nemishqa? Bir alaydi sabab bormi? Bu yerda ozoda tura olmaydi ekanman. Ha. Bu yerda? Shundaq. Oo. Qizi o'g'illarning ishiga aralashmayman. O, sening ishing. Loyiq topqiningga muborak bo'lsin. Rahmat. Xayr, xo'sh yosh. Avaylapman. Jeshka. Xo'sh. Ular qachon cho'ng bola, qachon pishib yedilar. Dada. Biroq cho'qi mehmon saroyda zoyim beltin saqlayotdi. Ma'qul. Sen bag'in, Iskandar. Ma'qul. Nəhayət yaxşı, hə? Yaxshi. Tinchlikmi efendi? Tinchlikmi? Qo'rq gap. Ishonmayman. Ishonishing kerak. Bilsang, yarim yo'lda qo'shilgan odam asalla aldinib qoladi. Senmi undaq odam emas, yosh. Sen kunduz Iskandar akamning yenidan ketamaysan. Ha? Sen hatta uni deb o'zingni o'qitib bergan, shunaqmi, yosh? Ammo u seni ahmoq qilyotdi. Bu qitim uningga o'zingni aql bilan emas, kompyuter bilan ko'rsatsan. Andan o sana ishonadi. Albatta.
to'xta, san ko'z tutib qo'yay, ha? Nima degan mehrli quchoqlashlar. Qara birodar, nimada qoldingiz? Unda quchoqlashishni men obdan tushinaman. Do'stlikdan eshib ketgan bag'riga besish. Yaş, yaxshimisiz? Nega borsiz, Yaş? To'xtang. Yaş. Nim bo'ldi, Yaş? Nima ish qilyapsiz? Yaş. Yaş, nima ish qilyapsiz deyman. Qamlashmagan. Yaş. u qani? Yaş. u qani? Gapimni angla. u qani? Yaş, Mana o'tinib man. qolay. Men bu yerda. Yaş. Man nima ish bunda qilasan? Bu zodi nima uchun? O'zingni besib ol. Besval? İskender. Tengining ikki tarafi bo'ladi. Bir tarafida do'stlik. Yana bir tarafida qiz bola. Biroq esingda bo'lsin. Hech qanday narsaning oila ham sadoqatdek ahamiyati bo'lmaydi. To'g'ri deding, Yash. 100% to'g'ri. Biroq hozir bu yerdagisi qiz bola. Sen bak hayron qolding. Sening menga deydigan gaplaring bor. Endi mening gapimni obdan angla. Tengining ikki tarafi bo'ladi. Biroq hozir bu yerda to'rti bor. O men Beyjingda uchirtib qolgan Jeshka shu. 6 oy burun o seni uchirtib qopti. Sen qanday o'ylaganding? Osmondan tushib qoldi deb o'ylaganmiding? Yoki mo'jiza deb o'ylaganmiding? Yoki udil gap qilishmi? Ha? O'tinib qolay, so'zlamang. Bu qizchaq. Eg'izingizni yuming, Iskandar. O'tinib qolay. Jeshka. Bu ikkimizning o'tirsidagi ish. Uni oldsam bo'lmaydi. Jeshka. Har qanday yolg'onchilik aralashsa bo'lmaydi. Aman, mushundoq bo'ladi. Menga xoinlik qildi deb qoldingmi? Buning nima zaruriyati? Faqatla qiz bola uchunmi? Haqiqiy ahvolni bilgung bormi? Hech qisi yo'q. Degina. Anglab tur. O kuni o'rnimdan tursam, Jeshka bir parcha qog'oz qoldirib qo'yibdi. O qadrliga, men 2 kunlik bir yerga borman, muhim ishim bor. Sizga o'zim telefon qilaman. Sizni suyib, Jeshka deb yozganlar. Qo'l kompyuterimni olgan vaqtimda chamadonimning yo'qligini bayqadim. Axlat sandig'ida Jeshkaning safar taloni bor ekan. Nima bo'ldi? Biz bilan bilmayman. Helimi yaxshi, oxiri keldingiz. Ular meni bir narsa o'g'irlabsiz deydi. O'sha qiz shumi? Shunda. Men hech nima o'g'irlamadim. Xonam, bu yoqqa men. Iskandar, bu yoqqa men. Meni tushunmamsiz? Keyin mehmonsaroyga qaytdim. Kechiring apandi. Bu sizning deyman, tekshirib beqing. Qo'g'dug'ichilar to'yon darajalik a'zolardan birini somki bilan tutibdi. Kechiring apandi, sizga qulaysizlik olib keldik. Buning bir ayol bilan munosabati bormi? Yo'q apandi, u yolg'iz ekan. Rahmat. Kechiring. Jeshka chamdonni o'g'irlamoqdimi? O bak murakkab. O tutilib qolgandan keyin yotoq kirsam, nima ish bo'pti demamsan, ha? Kirib tekshirib baqdim. Hatto muhabbatga ishonishga bo'lmasa. Savdo obyektida qanday ishonch bo'lsin deb o'yladim. Sen aniq bilasan. Mening pulim ham hujjatlarimga telekamera o'rnatliq. Keyin men telekameraga qarab, nimani ko'rganimni bilamsan, ha? Jeshka yeshil mayka qizil ishdan kiyibdi. Jeshka bo'lsa chamdonni o'g'irlabdi. Shundaqmi? Shundaq. Biroq men keyin bu ishga aralashgan faqat bu sohibchi molning emasligini bayqadim. Bu yoqqa chiqing.
Ben saqchi idorasiga bordim. Men Jeshkani qaytirib chiqdim. Rahmat. Hey, gapimni anglang. Mening hech nimani anglag'im yo'q. Mendan gumonlanyapsiz? Bu nima qilganingiz deyman. Men texi munosabatimizni bekla olayda deb o'ylab ekanman. Mening endi sizni hargiz ko'gim yo'q. Gap qilmay turing, Jeshka. Menga yana o'yin qo'yib bermang. Bak oshirib etdingiz. Sizning somkani o'g'irligingizni bilaman. G'arit qiz, ikkimizning uchrashishi bakla alayda bo'ldi. Nayat yaxshi. Men o'zimni bilmagan asosda sizni yaxshi ko'rib qoldim. Biroq yana bir xil ahvol bo'lib qoldi. Men sizni gumonlanib qoldim. Men xatolashib, o'zimni xato qildim deb o'yladim. Agar o telekamera bo'lmagan bo'lsa, men o'zimni xatolashdim deb o'ylagan bo'lardim. Meni hozir faqat bir ishni bilgim bor. O'zingiz xalab qilganmi yoki boshqa sabab bormi? Sizning nima da'vatqanligingizni bilmadim. Hech kim meni yollamadi. Men xalab qilmadim. Pul tepish shunchalar oson tursa, yana so'rab nima qilasiz? Jeshkani kim yollabdi ekan? Jeshkani kim yollabdi ekan? Daqiqanga Jeshkani kim yollabdi ekan? Surash bilan Sanjana. Meningcha ular bak razil ekan. Bilaman. Biroq ular nima ishqa unda qiladi? Bizni dushman qilish uchun. Shunga biz amalli qo'g'dug'ichilar ishxonasida ularga ko'gisi boshini ko'rsatdik. Biroq yosh, siz cho'qim ularning gapini anglashingiz kerak. Oramizdagi o'qishmaslik hozir butunlay aniq bo'ldi. Yana kelib Iskandar bizga aralashmayman deb qasam qildi. Sen oramizdagi yana bir o'qishmaslikni cho'qim aniqlashing kerak. Siz qaysi tarafda? Kechiring, yosh. Siz tarafda. Hech qisi yo'q. Ularning qanday plani bor ekan? Bilmayman. Bu ikki ahmoq meni musobaqadan chiqarib tashlamoqchi ekan. Biroq ular musobaqada yangichidan men ekanligimni bilmay qoldi. Xonimlar, apandilar, sizlarmi bilasizlar? Hozir butun dunyoda zaharga qarshi jang ilib berilyapti. Yaqinda bu xalqaro jinoiy ishlar tashkilotining doklatiga asoslanganda to'g'ri ishlab chiqarish. Kechiringlar. Yaxshimisiz? Aldirashgansizda kana. Sizga necha qitim telefon qildim, biroq olmadingiz. Kechiring Shankarsan apandi. Men yig'in ichayotgan edim. Biroq so'zlab bering. Men sizga 8 siyosiyonning ismini avatib berdim. Qanday qilishni bilasiz. Chatoq yo'q apandi. Yaxshi oldi. Sal turib paranglashayli. Rago. Bir odam 8 siyosiyonga tankanmoqchi. Uning qanday qiladiganligini bir ko'rib boqayli. Yaxshimisiz? Qaran apandi, men jinoiy ishlar tashkilotidan saqchi kanna. Jinoiy ishlar tashkiloti? Bu suratdan videolar masalaning qanchalik ig'ir ishkelligini ko'rsatib berdi-ku deyman. Shundaqmi? Anglab turing, bu surat, videolar hargiz oshkorilib kesib bo'lmaydi. Qanchalik baho qo'ysanglar mayli. Bu necha kunda Islan orlig'iga yetib kelishingiz kerak. Surat bilan videolarning sodisi ana shu yerda bo'ladi. Tushundingizmi? Ma'qul. Cho'qim borman. Kim bilan ko'rishaman? O'rin bilan vaqtni sizga qisqa uchur orqali xabar qilaman. Voy. Lunga. Mana apandi. Nim bo'lding, yosh? Hech nima, faqat Iskandar. Men Jeshkani o'ylayapman. Yosh, o'ylab baqqan. Men o'zimning kelgusi uchun o'ylashyapman. Sen bo'lsang loyiqing bilan uning ilgirki loyiqini tepibsan. Bir narsa birini so'qqandeklar. Qiziqarli emaskan Suraj. Iskandar bo'lsa, oramizga qo'shilmayman deb va'da berdi. Uning ishondingmi?
Yosh birodar, bakli sod ekansan juma. Hozir ikki obyektiv qarash bor. Birisi erlarning, yana biri ayollarning. Har kishining qarshi. Iskandar sening Jeshkaga nayt astoydil muomala qilayotganini biladi. Shundaq turib, nemishqa kech soat 2 da uni qo'g'dash bo'limiga chaqirdi. Bu nima uchun? Agar Jeshka bilan to'y qilib qolsang, bu ko'rinish menga ko'z oldingdan ketmaydi. Agar mushundaq bo'lib qolsa, u chaqda qanday qilsa yosh? Nima qilolmaydigan gap. Chunki Iskandar sening birodaring, yo'l boshlig'i uchun hatto oxirga kelganda ayolingning oshig'i. Hasad qilish. Amdi ayollarning ko'z qarshiga Bo'ldi. Zodi qanday qilishim kerak? Qanday qilamiz? Night addi. Iskandar tashkilotini yo'q qilib, qo'shkizaklar tashkilotini quramiz. Biz 10% bo'yicha foydani bo'lishimiz. Jishka bo'lsa, sana 100% tava bo'ladi. Jami necha bo'ladi? 110%. Yosh apandi, sening qaroringni saqlab kelyapmiz-jimi? Darhol bo'l. Coming back to the road. Bu rayondagi shaharlik hukumatning xaritasi. Siz kechlik ziyofatni zakaz qilib qo'ying. Men omonat hisobi ichib kelay. Rahmat efendi. Bizning bankimizda yana bir qitim hisobot ochganligingiz uchun ko'p rahmat aytamiz efendi. Efendim bu tarafga. Bu sizning omonat sanduqingiz. Rahmat. Rahmat efendi. Rahmat. Jalib kartaga, xayr xo'shamsa. Xo'sh. Sodiqlikni setyaptingmi? 10% unutib ketdi. 100% bo'lsa-mu ular bilan birlashmayman. Agar birsi muhabbat orqali meni setib olmoqchi bo'lsa, u o'xshamaydi. Sendek erlar bak oz uchraydi. Harakat planimiz nima? Ular bak maxfiy tutyapti. Hech nima demadi. Bizning tug'ilishimizda qenimiz urg'ib turdi. Badanimizning har bir so'ngaklarga singib ketgan. Hammamiz bir jamoatning. Efendi, İskender ham boshqalar saqlayotdi. Men ularni 12 ga taklif qildim. Ma'qul, Rago. Amala maktabidagilar Ionni og'li kapdi. Ismini to'ldirsili bo'ladi. Qanday xabar bakanda? Shankar apandi, siz bo'rni qo'yning ichiga yoshirib qo'ydingiz. Barliq siyosiy yo'llar hozir yig'in ichyapti. Yaxshi oldi. 8 kundan keyin ko'rishaylik. Ma'qul apandi. Shunga bankning ko'cha loyihalanishining xaritasi buningga tushib bo'ldi. Taga, bir talabim bor. Bizning jamoatimizdagilarni bo'layli. Ondaqda texmi yaxshi. Shundaqda bir oylik ishlari billa.
Shundaq ukam. Haftaning 6-si qattiq diskini o'g'irlaymiz. Bu SRL bankisi. Bu yer osti uy. Kechirgin dada po'sg'in bakli ichib ketdi. Saqlash o'rni dal bankining yer osti uyida. Qattiq diski bo'lsa 7003-shkafda. Bankiga yaqin kashlik ziyofatxona mana bu yerda. Suv chiqarish sistemasi bevosita kashlik ziyofatxona bilan bankining temig'i tutishidi. Kechir. Suraj, Sanjana, yosh. Haftaning 6-si Kambodjaga borsizlar. Aerodromning mashina to'xtatish zalida seriq ranglik mashina bor. Seriq mashina birodarlar. Seriq, nimandaq maddu? Ishkinglar, uning gapini anglanglar. Anglayapmiz. Yosh, biz tug'ilishimizdala yangichilar jumul unutib qolma. Musobiqada faqat ishkinglar bo'lsanglarmi, sen menga ikkinchi bo'lasan. Tushundingmi? Of. Men o'zim Kambodjaga boraman. Ha, qo'lingizni menga bering. Ansirmang, to'y taklif qo'ymayman. Og'rib ketdi. Yaxshi. Bo'ldi qiling. Bo'ldi, ziyon tortgan bo'ling. Mikro aqar jism bu yerga agishidi. Ko'rib boqay. Ular o'zaro agishidi. Mikro aqar jism agishidi ekanda. Quruq gap. Keyin qo'limni yana shunday qilishdan burun obdan o'ylashing. Aha. Kambodja sizga yoqadi. Qiziqarliq mijozingiz texnik g'alati bo'lishga boshlaydi. Mayli. Yuringlar ko'pchilik. Mayli. Yosh, javob qaytar. Anglayapman Iskandar. Kiranglar birodarlar, o'yin boshlandi. अखियां ते छाया रंग तेरे ही ख्याल दा दूजा कोई वेखिया ना मैं तेरे नाल दा अखियां ते छाया रंग तेरे ही ख्याल दा दूजा कोई वेखिया ना मैं तेरे नाल दा हीरिए नी नशा तेरा करके ना पूछ हमें क्या हो गया, ना पूछ हमें क्या हो गया। के रांझा ये तबाह हो गया, के रांझा ये तबाह हो गया। हीरिए नी नशा तेरा करके ना पूछ हमें क्या हो गया, के रांझा ये तबाह हो गया।
सुरूर में डूबा डूबा रहता हूँ तेरा ही कसूर है ये बार बार कहता हूँ तेरे ही सुरूर में डूबा डूबा रहता हूँ तेरा ही कसूर है ये बार बार कहता हूँ एक तेरा नाम रहे मेरी जुबान पे जैसे चांद रहता है उस आसमान पे हीरिए नी तुझ पे ही मर के न पूछ हमें क्या हो गया न पूछ हमें क्या हो गया हीरिए ही नशा तेरा करके करके के रांझा ये तबाह हो गया के रांझा ये तबाह हो गया तुझसे ही दिन शुरू तुझसे ही रात है मिले ना किताबों में जो तुझ में वो बात है तो चोरी चोरी मुझको चुराया वे नींदों को पतंग किया रातों को जगाया वे तूने भी तो चोरी चोरी मुझको चुराया वे नींदों को पतंग किया रातों को जगाया वे हीरिए तेरी आंखों में उतर के न पूछ हमें क्या हो गया न पूछ हमें क्या हो गया हीरिए ही नशा तेरा करके करके के रांझा ये तबाह हो गया के रांझा ये तबाह हो गया İş bitti. Maile. Maile. Keyin ko'rishaylik. Qutqazinglar! Qutqazinglar! Meni qutqazinglar! Ay, yer tur. Tez, bu ne? Tez. Bu ne? Dada, Suraj. qattiq tezka. Yaxshi qilding. Ha, Iskandarga ishongili bo'ladiganligini bilardim. Yaxshi. At ziyofat bor shundaqmi? shundoq dada, men bir taraf qilay. Boshqalarchi? Iskandar aka Miraqlog'iga ketib qoldi. At keladi. Yosh bilan Sanjana yana necha soatgacha keladi? Kim telefon qilibdi? Jeshkam ekan? Dadamkan. Dadam? Ha? Sening dadang. U videolik paranglashmoqchi ekan. Olaymi? Dadam degan mening barlig'im. Bizning ishimizni nemish qonunga demaymiz. Bilaman. Men bu boshqa cho'p qoldim. Besimimiz yeniklaganda Suraj bilan dadamga cho'qim deyman. Seni suyman, yash. Nima o'ylayapsan? Bilamsan. Sening butkul planlaring meni bekla hayron qoldirdi.
Nemishqa? Birinchidan, sen Jeshkani Iskandarga bog'lab qo'yding. Ikkinchidan, u sening degining bo'yicha meni Suraj bilan Sanjana yolladi dedi. Bekla hayron qolarliq. Uchinchidan, u o'zini aqlliq chaqlig'ini bilan sendan ozroqmi gumonlanib boqmadi. Talant egisikansan. Rana, u sana nimishqa telefon qildi? O'zini besval Sanjana. Bizdek ishni qildiganlarning dushmani az bo'lgan seri sodisi ro'noq topadi. Kambodjada Rananing dachisi bor. Men Iskandarni o'ltirib asam bo'ladi. Biroq opangning vasiyatnomasi uni qutuldirib qoldi. Opamning vasiyatnomasi? Bunda bir turba. Agar oranglardagi biringlar o'z ajlinglar bilan o'lib ketmasanglar, uningga tava bo'lgan boyliq Fodi jamoatiga iyona qilib etildi. Bu mumkin bo'lmaydigan ish. Biroq bir ishqa bekla hayron qoldim. Jeshka hammani bilamda. Jeshka, hey Jeshka. Birsini 1 yil oldisangiz, necha pul olasiz? 300 ming dollar. Men 1 million dollar beray. Qanday xizmat? 2 ish. Birinchi, buyruqqa bo'ysunasiz. Ikkinchi, savol so'ramaysiz. Mushunchilikmi? Kelishdik. Xizmati oxirlashdi. O'yinmi oxirlashdi. Sen men taniydigan yosh shumi? Men texsini sodiq, rostchil deb o'ylab ekanman. Men sodiq. Biroq bizga shundaq. Endi o'zimga tayinib yashash uchun azroq shaxsiyatchilik qilmasammi bo'lmaydi. जी मेरा हाथ थामो जी मेरे संग संग चलो और वहाँ बैठो ना और थोड़ा वहाँ तसल्ली से अपने ख्यालात को शेयर करो ना एक बार बेबे सफेश होके अपने लिए जियो ना एक बार बेबे सफेश होके अपने लिए जियो ना एक बार बेबे सफेश होके अपने लिए जियो ना ये ना कभी मन में लाना कि हम आपको गुमराह कर रहे हैं हम जानते हम आपके लिए कोई भी नहीं आपने इतना इतना किया है किया अब बस आप भी हकदार हो बेबी सेल्फिश होने के लिए सो एक बार बेबी सेल्फिश होके अपने लिए जियो ना
चेहरे पे आपके मुस्कान है, फिर आंखों में क्यों है नमी। खुश तो बहुत है, फिर भी न जाने क्यों थोड़ी सी है कमी। आओ ना जो भी बाकी कमी है उसको मिटाने एक बार ही एतबार कर हमेशा हमेशा के लिए। सो एक बार बेबी selfish होके अपने लिए जियो ना। एक बार बेबी selfish होके अपने लिए जियो ना। Тесхмо. Отряд başlığı. Qanday xush xabarlar bor? Asirman. O 50 yil bo'yada tursimi, hech nima demaydi. Uni o'ltirib vitaymi? Yo'q. O hayot qolsin. Oshqan pul sal turibla yetib bordi. Ma'qul. O'lmay saq qilishingni tila. Bütün ziyonkashliklardan saqlasin. Nima? Endi telefon qilay. Nim bo'ldi? Hayotingizning saq qilishini tilang. Bütün ziyonkashliklardan saqlasin. Nima? Tushuntirib beqing. Hay, uni tutula tez. Tutullar. Tez bo'linglar, tez. Qechib ketmasin. Tutullar. Uni tutullar. Tez bo'linglar. O'tirib kel. Olib kel. Tutullar. Sayı. Ha, u chiqar. Çapsam olmayı. Tez ot. Uni yiqitmabsan. Tez ota. Tez. Uni tutullar. Etinglar. Tez. Tez etinglar. Uni tutullar. Sayı. Tez. Hayli. Çapsam Uni to'chinglar. Uni sayı. To'xtanglar. Etinglar tez.
Dal vaqtida keldingiz. Agar men bo'lmagan bo'lsam, Boshqa birisi bo'ladi. ahmoq. Kechiring. Nima? Kechiring. Hech qisi yo'q. Futlikashang bo'ldiganlarni qachon yo'qitib bo'lamiz? Bu yerdagi putlakashanglar biz tug'ilgandan keyin bu, shundaqla o'lib ketgandan keyin oxirlashmaydi. Voh! Qaltis gap qildingiz. Qo'g'dig'ichi. Ish qilib men o'libchaklarni hargiz bosh qo'yatmayman. Mayli kimning mas'ul bo'lishidan qat'iy nazar. Yo'q. Kiyimnimi sizga kiygizib qo'yamda? Ha, yordam qo'lingizga qiling. keling. Diqqat qiling. Bo'ldi, kiyib oldim. Götürelim. थोड़ी दूरियां दबा के रखी दिल में सफरबियां एला है ये जख्मी जिगर का हुण वेख तमाशा छड़ गल्ला सारियां झूठी मोहब्बत है तेरी फितरत हर मर्तबा 100 दफा तूने किया दगा नशीला नशीला है Ben nimeni ağladım Suraç? Bilmedim dada, ama va'da beray. Bu rastılık qisiq gap bo'ldi. Kambodjadagi vaqtimizda birodarimizga mas'ul bo'lmabdimiz shu. Onun ismi nima edi? Jeshka. Jeshka. Nima ish qilmoqchi u? Hech nima qilmaydi ekan dada. Men faqatla tushunmadim. Iskandarni kim shunda qilib qo'ygandi? Bo'ladi Suraç. Sen yo'shursan, men o'zim topaman. Agar rost bo'lib qolsa, sen mas'ul bo'lasan. Men bir taraf qilaman. Nimani bir taraf qilmoqchisan? Bizni ko'mayyotamsan dada. Demakchi bo'g'nim, sen Iskandarga amroq. Shunaqmi? Iskandar akamga kim tijoratni qo'lga oladi? Iskandar akam. Kim hukumatga taqobil turadi? Iskandar akam. Qaysimiz hammadan aqlliq? Albatta Iskandar akam. Men Iskandarga bakli o'sh dada. Ammo buningga ko'nmay amalim yo'q.
Sen nima o'ylayapsan? Nimaga erishmoqchisan? Sheriklarni tarqitib Nima deding? Egilikni biz boshqaramiz. U o'ziga tavani elib ketsin. Bu qitim bizning fikrimiz yo'q. Biroq hammasiga yaxshi bo'lsin dedik. Ishkanglar egilikni boshqara olamsizlar? Shundaq dada. Sen doim bizni tuvan chaqlaysan. Nima? Tuvan chaqlam deganman. Ishkanglarni bundoq qiladi deb umid qilmagan edim. Umid davotamsan? Dada, umid kutish degandek gaplarni qilma, bo'lamdi. Men yaxshi bilan askini farq qila olmayman. Men hayotli bo'ladi ekanman. Sheriklar tarqalib ketishga bo'lmaydi. Bizni tanlik qo'yma dada. Sen doim deytding-ku. Muhabbatdan yetkicha huzurlanish kerak. Bilaman. Muhabbatni yetildirish hargiz tarqalib ketmaslik kerak. Biroq qizim, sen gap qilish bilan mehr muhabbatning hech qaysisini o'rganmabsan. Men Iskandarga ishonaman. Men bir taraf qilishdan burun ishkanglar ishni buzmanglar. Tushundinglarmi? Tushundik, dada. Kohil apandi bankidan telefon qilibdi. O qarzni tasdiqlabdi. Uchinglar berib, imzo qo'yib yetinglar. Xayrli kash. Ko'nglim yerim bo'ldi. Rost alaysiz kimman. Ahmoqlikning to'g'risi bo'lmaydi. Nima bo'ldi ataga? Uxlamabsizmi? Yurtni seg'indingizmi? Xotirjamlikmi yoki ko'ngil beoromchilikmi? Menga sen bo'lsang bo'ldi. Kela, jiyanim. Billa oilinayli. O ikkisining sana o'chlikini o'ylabmi boqmabdi ekanman. Huquq bilan pulni qandoq qilamiz? Ularni bo'ldi qilib o'tamdim. Hozir cho'qim bir qarorga kelishim kerak. Men tijoratni bo'ldi qilib, qanday harg'a ketaman? Tijorat qechib ketmaydi otaga. Sizga bir taklif beraymi? Siz bu ishlarni xato bir taraf qildingiz. Siz menga shuncha ko'p muhabbatingizni berib, doim ularning oldida menga yon bosdingiz. Onda bo'lsa, ular aniqli menga o'shib ketmamdi. To'g'ri deding, Iskandar. Biroq men burun his qilmabdiman. Bundoq bo'lmagan bo'lsa, uydagilarim tarqalib ketmaydi. Bu jamoatdagilar mangu tarqalib ketmaydi. Bu men uchun bir jang. Jamoatimizdagilar mangu tarqalmaydi. Ham mangu yo'qolmaydi. Xotirjam bo'ling, tag'a. Sizga mangu ko'ynaman. Hey Jeshka, bu yerga nima deb keldingiz? Xizmatim oxirlashdi. Siz qachon o'yinni oxirlashtiray deysiz? Yosh o'zini paraxutda devatmamdi. Tanishig'ich. Odatdagisi emas. Mikro tarqitish apparati. Anglashga ishlatgili bo'ladi. Gapimni anglang. Yo'q, siz mening gapimni anglang. Yosh ishqinglar meni aldamchi deb o'ylab yolladinglar. Men faqat salohiyatni yo'shirgan. Men hukumatning alayda xodimi. Sizlarning uyinglarning xabari bizga yetib turadi. Men bu yerga sizlarning qonunsiz qurol-yarog' tarqatgan ishinglarni
tekshirib aniqlig'iga kelgan edim. Biroq qattiq diskining ishi bularni butunlay buzib etdi. Ular taklif kuchirdi. Shundaq jiqbul. O'zingizni besib eling. Uyinglarning maxfiyatligini cho'qim sir saqlayman. Ko'tarayli. Yo'qol. Qaltisqo. To'xtanglar. Necha pul olasiz? Saran bo'ldimmi, Yash? Bu ayolga endi pul berma. Sanjana, o'tinib qolay. Ukangda gap qilmagin. Bu ish mush yer tugisin. Dana. 5 milyon dollar olaman. Namsiz bo'lsin. At soat 12da. Somkini Pristanning yenidagi chiroqqa qo'yib qo'ying. Kechikib qolmang. Bo'lmasa hammanglar tugishsizlar. Sam, Efendi. Jeshka bilan qo'l ostidagilar somkini olgandan keyin aygishinglar. Efendi, mana bu hujjatlar. Qo'l qo'yib eting. Men bosh erkakka xabar qilib qo'yaman. Pul yarim soatgacha hisobotinglarga kirib bo'ladi. Rahmat. Yaramas. So'zlan Kanna. Shankarsan apandi, siyosiy yo'llar kelib bo'ldi. Ma'qul. Yarim soatdan keyin boramiz. Shankar, hammasi bitdi. Bitdi. İçildi. Sen belisan balam. Kandaharda bir gap bor. Vaqtning orasida hech nima bo'lmaydi. Bugungi oltinga qarab, necha yil avvalgi bir hikoya esim kelib qoldi. Oxirda buni san oxirlashtiradigan bo'ldim. Qanday qilishim kerak, tog'a? Doim sizga qarasam, ko'z oldimga dadamning siymosi keladi. Hammasi oilam uchun. Agar oilam uchun odam o'ltiradigan ish bo'lsa-mo, men hargiz ikkilanmayman. Yura. İskandar maqtashqa arziydi. O bir sap oltin. Uning
o'g'lim bo'lishini umid qilardim. Tarixning eski tarafimi bo'ladi, Ragu. Doim qaytilinadi. Bechora bola dadisiga o'xshash o'lib ketdi. Akam oxiri bolasini ko'rib xush bo'ladigan bo'ldi. Ular aman bo'lsin. Mayli, Ragu. Siyasi yo'llar saqlayotdi. Ham ishlar yaxshimi, dada? Ko'nglim bir shumliqni sezyapti. O'rninglardan turinglar. O'zimning o'g'liga o'xshash ko'rib, beqib cho'nqigan o'g'lim Iskandar baxtga qarshi mashina vaqasiga uchradi. Bir minut sukut turaylik. Ko'pchilik rahmat. Biroq yig'inni cho'qim etishimiz kerak. O'ltiringlar. Gapni ochiqda beray. Videoni almashtirish uchun men sizlarning har biringlardan 2300 kvadrat metrlik iqtisod rayoni olaman. Mening qo'ral ham zar yutkichimga yordam qiladi. O nimalar deyapti? Kokain, chakanda, bosh chayqash ko'milichi, yana Madragora qatorliq zaharlik buyumlar. Bu yoqqa kel bolam. Kel. Tasimi bir. Bizning yangi tijorat hamrohimiz Rana. Faqat ahmoqlar oldidagi pul tepish fursatida voz kechadi. Sodalashning tafsilotini ularga deb bergan. Zaharlik buyumlarning seni bor. Buni hammamiz bilamiz-ku deyman. Biroq yilda 300% foyda o'rlaydi. Qanchalik pul topa olamiz? O'ylab yiqqanlar ko'pchilik, sodiq qanchalik pul topa olaydi ekanmiz? Bu xizmatda har yili 5 million dollar olasizlar. Yosh. Sana topshirdim. Ularga diskini ko'rsatgan. Ularning o'ylanishi qulaylik yaratib beraylik. Rana, tijorat hamrohlardan bo'g'inimizni birlikda tabriklaylik. Iskandar. Abba. O'g'lim. Bu videoni ko'rganingda sen 25 yoshga kirgan bo'lasan. Mening sana ishonchim bor. Sen cho'qim men topshirgan vazifani o'rindishing kerak. Dadangni Qandiharning siyosiy yo'llari o'ltirib etmedi. Uni yiroq tuqquni bo'lgan Shankarsing o'ltirib etgan. Shankarsingni dadam o'z qarindishda ko'radi. Dadam o'lib ketganda mening bo'yimda bor edi. U chaqda men Surash bilan Sanjanaga hamildor edim. Men Shankarsingga ishinib Island orliq keldim. Surash bilan Sanjana tug'ilgandan keyin Shankarsingning parda orqasidagi suiqasd planlovchi ekanligini bildim. U meni asta-asta zaharladi. Biroq men o'lishdan burun vasiyatnomani yezib qo'ydim. Bundaq bo'lganda Shankarsing bolalarimga ziyonkashlik qilmaydi. Sen bo'lsang bolalarning cho'ngi Iskandar. Sen cho'qim oilamizni qutqizib qolgin.
Çoxum baxtlik bo'linglar bolalarim. Bu video qandaqsiga bu qattiq diskida bo'lib qoldi. Qandaqsiga? Yash! O'ltiringlar. O'ltiringlar. Bugun mening dadanglar emasligimni bildinglar. Mening bu hollarimning hammasi balam uchun. Mening o'z balam yosh. Mayli. Ben ishkini o'ltirayman. Bo'ldi qil. Ishkini o'ltirayman. Qil deyman. Imzo qo'ygan rani qarz hujjati bilan sizlar opanglarning vasiyatnomasi xilof qildinglar. Menga nisbatan sizlarning loziminglar yo'q. Biz beyli talaysizkanmiz. Biz akımızga düşmanlarlik muamele qildik. Haqiqiy dushman asli dadimizga. Akanglarni sevgandinglarmi? Bo'lmasa sizlarni uning yeniga uzitib qo'yay. Süreç. Ben İskender'imi sığındım. Agar akam bo'lgan bo'lsa, Başqalardan ansirab ketmay. O'zingning hayotining saq qilishini tila. Bütün ziyonkashliklardan saqlasin. seni sevgindik aka. Bekli sığındık. Menmi sevgindim. Şoňa sizlarni yolg'iz qo'ymay deb keldim. Daga, nimaga ko'zingizni chekchaytisiz, ha? Buning hayron qolgudek nemisi bor? Alvos ko'rgandek bo'lib qoldingizmi? Menga ozroq vaqt bering. Men sizni bir umr tag'a deb chaqirib keldim. Lükçek deb chaqirishga vaqt ketadi. Lükçek. Haqiqiy ahvolni men 10 yil burilib bilib bo'lgan. Bu 10 yil ichida o'lgandanmi battar yashab keldim. Yüzümni silgan vaqtingda opamning o'limi esimga kelib qolatdi. Dadamni sen la 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 Naqsh aytganda dadamni qandoq o'ltirgining esimga kelib qolatdi. Meni quchoqlaganingda sening uchimizni qandoq ayirib atganing esimga kelatdi. Yana sen. Dadang seni yomon o'gitib qo'ydi. İskender. İkki yo'l bor. Birinchisi, yaqinlaring xatolik o'tkazgandan keyin uningdan ayrilish. Ikkinchisi, yaqinlaring xatolik o'tkazsa-mu, mangu ulardan ayrilmaslik. Sen onundan ayrılmaslikni qaror qilding. Sening vazifang oilangdagilarning qisosini elish. Mening vazifam dadamni qo'g'dash. Hey, to'xta. O'g'lim, nima qilyapsan, ha? İskender mening har qanday ish qilganda xatardan saqlanadiganligimni biladi. Nima qilyapsan, Ragu? Onunda 50 gramlik yerim bor. Men alıbrun partlash ko'ribkisini besib bo'ldim.
Bilaman. Jalibgar tog'a. Men izchil fursat tepib, dadangga bo'lgan qarzimni qaytaray deb o'ylab o'tatdim. Bugun fursat keldi. Bugun uning ismini to'g'ri chaqirding, o'g'lim. Lükjek. İskender, seni öz dadısida ko'rgan. Biroq sen uni qaslab kelding. Ragu. Biz billa. Ragu. Bu sen degan saqlanishma? Bu boyliqlar, zaharlik chekimliklarmi? Tushundim. Sen-chu? Oilam, do'stim, muhabbat. Hamma tarafdan qo'dala. Ikkinchi atraf Z shaklli sap tuzola.
to'singlar. Hammalar Iskandarni qo'llanglar. İskenderni to'singlar. Uni to'singlar. Boyun emirganda. Sen uyingdagilar uchun qisas olasan. Men dadamni qo'g'dayman degan to'g'ri. Undaqda dadangni qo'g'digan. Vaqti keldi, birodar.
Nemishqa meni qutuldirsan? Garchi sen xato qilgan, qelibdan chiqib ketgan bo'lsangmi, biroq sen dadangning muhabbatiga erishish uchun qilding. Bilaman. Sen mendanmi bakrak azoblanyapsan. Boshqalarni azoblaganning nima ahamiyati? Sen xatoligingni taniding. Endi hargiz bundoq bo'lmaydi. Yura. Mening sana jamiyatimiz hargiz tarqalib ketmaydi, ham yo'qolib ketmaydi deganim esingdimi, ha? Ya'ni obdaroq o'ylab baq. Men sana yana bir eg'iz gap qilgandim. Men seni yurtingga, Qandaharga izzat bilan opirib qo'yman degan. Uni tuting. Balam, texi tügemedi. Bilaman. Endi sening zamoning butunlay oxirlashdi. Uni etmayman qo'zam. Yana vaqt bor. Sizlarning nurg'unlagan savolinglar ham gumoninglar borligini bilaman. Dangla. Sen qandaq qilding? Demakchi bo'g'nim, Jishka bilan yoshning ishini qandaq qilding? Chunki So'raj bilan Sanjana undaq yaqin emas. Ular bilib qolmaydi. Men pul bilan tilkamirani billa qo'yib qo'yishga odatlangan. Bu mening yomon odatim. Hozir men yana bir odamni tilga olaman. Dana. Uning ismi Yosh. Asli qatiq diska mening yenim deydi-ku, qandaq qilib? O saxtisi. Jishka bizga tahdid selib olgan pul-chu. Ko'tarayli. Shunda qilib Jishka pulni oldi. Mening bir taklifim bor. Jonning qattiq diskisini cho'qim etishingiz kerak. Undaqda mening pulim-chu. $5 million hisobotingizga o'tadi. Undaqda opamning videosi qandaq gap? Buni olgin. Bu nima? Opang buni sana topshirib berishimni topilgan edi. Ko'rib boqin. Jalibkor tag'in bo'lsa, Gum. Paqas bo'l. baqqol iskan.
Ondaqda ham ishlarni burilib planlab qo'yib ekansan-da, shundaqmi? Mening tuzgan planim uydagilarning munosabatini yaqinlashtirish xolos. Man nima deyalayman, Saqchapandi? Man aski ish qildim. Akam bilan yangamni o'ldirdim. O'zimning bolasini yo'shirdim. O'g'limni xato yo'lga boshladim. Bir dada bolasiga bundoq qilsa qandoq bo'ladi? Bu nima uchun? Pul uchunmi? Huquq uchunmi? Biroq pullar qani? Huquqchi. Hammasi yo'q bo'ldi. Hammasi. Ish qilib. Men ayolingizning salomatligi yaxshi emas deb olgan. Uning bo'rikida chatoq bor ekan. Yana qizingizning ismi Kusum Mo'g'u deyman. Uning doktor bo'g'isi bor ekan. Doktorxona haqqiga oz bo'lganda 10-20 million rupiya ketadi. Yana anglasam 6 oydan keyin pensiyaga chiqar ekansiz. Oilangizni o'ylab qo'ying. Musobaqa texi oxirlashmadi. Chunki Shankar sen texi hayot. Şoňa yana bir musobaqa bor. Albatta. Biroq bu musobaqadagi Iskandar kim? Musobaqadagi Iskandarmi? Men nereden bilay? Ketiraylik. Ketiraylik. Bu ishga ahmoq meni musobaqadan shallab chiqarib etmoqchi bo'ldi. Ammo musobaqada mening yengib oladiganligimni qat'iy his qilmadi.